Hormanglar, assalomu alaykum. Hurmatli obunachi, kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari. Bugungi temamiz broiler jo'jalari. Bugungi videomizda broiler jo'jalarini boqish va go'sht yetishtirish bo'yicha video qo'llanma. Broiler zoti go'sht yo'nalishidagi duragay gibrid jo'jalari qisqa vaqt davomida jadal usulda davrlar bo'yicha parvarishlanib 36-42 kunda 2,6-2,7 kilo tirik vaznga yetadi. Ushbu muddatda so'yilgan broiler go'shti yumshoq, inson organizmida yuqori hazm bo'lish xususiyatiga ega ekanligida va parhezligi bilan boshqa qishloq xo'jalik hayvonlari go'shtidan ajralib turadi. Yosh broiler jo'jalariga erta o'sish sharoitlarini yaratish, jo'jalarni parrandaxonaga keltirilgandan boshlab suv va ozuqaga bemalol yetishini ta'minlash lozim. Shu bilan birga 4-5 kunlari qo'shimcha qo'yilgan suvdon va yemdonlardan avtomatlashgan suvdon va yemdonlarga bezarar o'tishni tashkillashtirish kerak. Jo'jalarni biologik, ya'ni o'z tarkibida me'yorga asosan ozuqa moddalari, mineral komponentlar va mikroelementlari mavjud bo'lgan premix bilan boyitilgan, to'yimli va yuqori sifatli omoqda yem bilan oziqlantirish zarur. Parrandalarni yopiq binoda va maqbul mikroiqlimda bo'lishini ta'minlash kerak. Nisbiy namlik va yaxshi havo aylanishi kerak. Jo'jalarni suv va ozuqani faol iste'mol qilishini, jig'ildoni to'lganligini nazorat qilib borish, boqilish samarasini bilish uchun 7-kun tirik vaznni o'lchash kerak. Jo'jalarni 21 kunligidan boshlab haroratni 21 gradusdan past ushlash broilerlar vaznini optimal bo'lishiga imkon yaratadi. Yuqumli va yuqumsiz parranda kasalliklariga qarshi samarali veterinariya profilaktik chora-tadbirlarni qo'llash. Broilerlarni yerda boqish kataklarda boqish uskunalariga nisbatan 2 barobar arzon tushadi. Yerda boqilayotgan broiler jo'jalarining tagiga qalin to'shama uchun mog'orlamagan toza yog'och qipig'i 8-10 sm qalinlikda sepiladi. Broiler jo'jalarini boqish zichligi 1 metr kvadratga 12-14 boshni tashkil etadi. Jo'jalarni birinchi 12-14 kunlik yoshigacha tana haroratini boshqara olmaydi. Eng qulay tana haroratini havo haroratini tartibga solish orqali yaratish mumkin. Tavsiya etiladigan ko'rsatkichlar: havo harorati 30 gradus, to'shama harorati 28-30 gradus, havoning nisbiy namligi 60-70% bo'lishi kerak. Jo'jalarni keltirishdan oldin yana bir bor suv va ozuqalar yetarli bo'lishini va parrandaxona bo'yicha bir tekisda tarqatilganligini nazoratdan o'tkazish shart. Hamma jo'jalar keltirilgandan keyin zudlik bilan ozuqa va suvga yetadigan masofada bo'lishi kerak. Eng muhim omillar: havo haroratini va nisbiy namligini doimiy ravishda nazorat qilib borish. Toza havo bilan ta'minlash
va zaharli gazlarni chiqarib tashlash uchun shamollatishdan foydalanish. Ortiqcha skvoznaklardan saqlash. Jo'jalarni harakatlaridan ularga komfort haroratmi yoki sovuqligini bilish mumkin. Harorat juda yuqori bo'lsa, jo'jalar chillashmaydi. Boshi va qanotlarini osiltirib, pastroq tutishadi. Nafas olishi og'irlashadi. Lampa tagidan uzoqroqqa ketishga harakat qilishadi. Harorat juda past bo'lsa, jo'jalar lampa tagida yig'ilib olishib, qattiq chillashadi va o'zligiga sovuq o'tayotganini bildirishadi. Harorat me'yorida bo'lsa, jo'jalar lampa tagida bir tekis tarqalib, chiqarayotgan tovushlari ham mikroiqlimni bekamukusligini dalolat berib turadi. Broylerlarni yetishtirish jarayonida yorug'lik eng asosiy tarkibiy qismidan biri hisoblanadi. Broyler yetishtiruvchilarining ko'pchiligi yorug'likdan uzluksiz foydalanishni afzal ko'rishadi. Broyler jo'jalariga sutkasiga 30-60 daqiqa qorong'ulik yetadi. Broyler jo'jalarini birinchi kundanoq to'liq ratsionga omoqda yem tarkibi muvozanatlashgan ozuqa bilan boqish muhim ahamiyatga ega. Jo'jalarni birinchi 4 kunligida ularni oziqlantirishda yengil hazm bo'ladigan ozuqa aralashmalaridan foydalanish mumkin. Quruq sut mahsulotlari, makka jo'xori va bug'doy yormalari, soya shiroti, vitamin, mineralli premikslar shular jumlasidandir. Broylerning o'sishi asosan oqsil moddasiga bog'liq bo'lgani uchun ratsionga yuqori biologik to'yimli oqsil moddasiga ega bo'lgan ozuqalarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ratsiondagi energiya yetishmovchiligini 3-5% o'simlik moylarini qo'shish bilan qoplash mumkin. Moylarni jo'jalar yoshi 1 kunlikdan boshlab 2-3%, 4 haftalikdan boshlab 4-5% ga ratsionga qo'shish tavsiya etiladi. Jo'jalarni yetilish davrining muddati 5-7 hafta bo'lib, tirik holatda vazni 1 kg 800, 2 kg 350 grammgacha, so'yib tozalangan holatda 1 kg 300, 1 kg 600 toza vaznga ega bo'ladi. Bir kunda bir bosh broyler jo'jasiga taxminiy ozuqa sarfi. Xonadonda boqishga mo'ljallangan broyler jo'jalari uchun ozuqa ratsioni. Bu jadvalni telefoningizda ko'rayotgan bo'lsangiz, pauzaga qo'yib skrinshot olishingiz mumkin. Parranda boqish va yetishtirish yaxshi, baraka bo'ladi va daromad topaman deb o'ylaymiz. Lekin yuqumli kasalliklar haqida ham o'ylashimiz va oldini olishimiz o'ta muhim. Parrandachilik xo'jaliklarida Newcastle, Marik va Gambro kasalliklariga majburiy tarzda parrandalarning barchasi emlanadi. Bu kasalliklarga qarshi emlash har qanday immunoprofilaktika dasturini asosini tashkil qiladi. Koksidioz kasalligiga qarshi kurashish uchun broyler jo'jalariga 1 kunligidan boshlab so'yish vaqtiga 5 kun qolgunga qadar koksidiostatik preparatlar, koksisan, amprolium va boshqalar berib boriladi. Avvalambor parrandangiz shunaqangi jirkanch, infeksion kasalliklarga uchramasin va albatta tozalikka va vitaminga boy bo'lgan ozuqa ratsioni bilan bexato katta qilib oling. Broyler va boshqa zot jo'jalarini yuqumli kasalliklarga qarshi taxminiy emlash jadvali. Umid qilamizki, ushbu video qo'llanmamiz siz obunachi kuzatuvchilarimiz uchun foydali bo'ladi deb. Hosilingiz mo'l-ko'l, daromadingiz barakali bo'lsin.
sog' va omon bo'linglar. Xirillagan va bo'g'iq ovozimdan rozi bo'lasizlar. Endi biza dublyaj aktyor emasmiz-da.